Bizler hayırlı gün, hürmetli rayondaşlar. Şundakta bile bizning rayonda bugün tavga mertebe, birinchi mertebe şu bilyard yarışımıza Şetka Ulu jirliginde bunu indi Leşe gazetesi prezidenti bilen Yusuf'uş şunday taqdim bilen şaqta biz indi özür yaqtan foydaş aytdik. Yana o'yin rayonimizda shunaqta sportga e'tibor ko'p beriladi. Boshqa vidlar anda hokkey, kurash, qo'l kurashi, voleybol, boshqa butun vidlarda mana bu indi bizning uchun yangi o'yin. Barızmada sağlık selametlik, indi dünyalar tanış bulup, gitken yigitlerimizge isen sağ qaytib jingу bilen birimizni yo'qotmaycha yashargansin. Rahmat barasa. Bundan 4 yıl önceki bizning klubumuz, yangi açılgan klubumuzga bizning agrarlar xo'jaligi tarafından şu bilyardlar bo'lak etilgan edi. Bek aktiv bizning avul yigitlari deb aytayım, azrakda ulkanroq bunlar bek yaratib berdilar. Bunda ustalıkta, ko'z ko'rmadigan yetizlikte o'zining o'rnini avulumizda aytashim keladi, sport bek populyar. Bizning avulda birakda voleybol, mana qizlar komandalar Rossiya bo'yicha 3-o'rinni oladilar. Hokkey, umuman avul shu sport turmushi bilan bek aktiv yashaydi. Bek zo'r rahmat. O'ng'ishli o'yinlar, Alloh bersa, kuchli sizingaydan. Motor o'yin sizga bek zo'r rahmat. Shunda bizni zo'rlab hurmat etib kelganingiz uchun Alloh taolo endi ko'proq bo'lib bizning qatnashuvchilarimiz dag'in sizga boringizga da motor o'yin, sog'lik, salomatlik, tegizlik tilab qolasiz keladi. Xayrli soatda boshlab jibaring. Tapkan birinchi hafta yil oldingi yillarda tanishlar bek sotib qoldi. Bo'sh vaqtingizda bilyard bilan qiziqsanaysizmi, o'ynaysizmi? Bugun avvalda yo'q bilyard. Bilyardlarga borib yurgan. Işra oğlumda da bunlar şunday bilyard eğer de uyuştursalar bir gayret olur edi. Күңелі болды. Район көлемінде шундай материал сабыш тұрғаш, район қызметкерлеріне бек зор рахмет. Тағы да шулай яхшы мотор ойындар көрсетілген. Мындан соң да район көлемінде де шундай ойындар ойыштыруға керек. Bilyard oyunu Şetköy'ün желекіліктен өз-өзімізді білгеннен берлі клубқа оқытушылардан қашып шыққанда шул bilyard ойынға шығады дегенде мектепте оқығанда ауыл халқы бек жаратып ойнайды. Bu 70-ci yıllardan beri Şetköy'de bilyard bitip algan idi bir çor. 2018 yılına жаңадан bilyard qayt alıp bildi xo'jalik klubga. Şundan beri vaqt bek demese de vaqt bo'lganda шығабыз, o'ynaymiz, aralaşabız.